Шахзода эже, эгерде адам сахарный диабет менен ооруса, анда ал адамга хижама жасаса болобу? Albatta sahirli diyabetda hijama qilish kerak. Shira qonlar qon tomirlarida o'tirib qoladi. Birinchi o'rinda mayda qon tomirlarida qon aylanishini buzadi. Yaxshi e'tibor bermasang, unda уже katta qon tomirlarga o'tib ketadi. O'shaning uchun hijama mayda qon tomirlarini tozalab turadi. Sahirli diyabetda rosa katta foyda beradi. Misol uchun men o'zim 20 yillik sahirli diyabetman. Shu sahirli diyabet tariqasidan hijama qilishni o'rganganman. Chunki men birinchi ko'ringan ustozim koreyalik koreys vrach bo'lgan. O'sha menga hijama faqatgina sahirli diyabetda hijama qilib yurasan degan. O'shaning uchun shundan keyin men o'zimni ham davolab yuraman, qolganlarni ham, kelganlarni ham shu hijama bilan davolab turaman. Agar kimda kimi sahirli diyabet bilan og'riyotgan bo'lsa, hijama qildirgisi kelsa, unda bizga keladi, uchraydi. Avval o'sha kelgan kasalni obdan tekshiramiz, sahirlarini o'lchaymiz, keyin o'shanga qarab turib, keyin hijama yasaymiz. Shu videoni sahiri bor tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.